Hammaga salom bo'lib bugun hardga qo'yib o'ynaymiz. Albatta survivalda. Okey, bizga yangi jizoni ochib olamiz. Survivalga qisitga qishloq yozamiz. Pof, qishloq masalan. Masalan emas. Masalan ana mana mosa qilamizmi? Mana shu yerdan ochamiz. Okey, sal qotadi chunki chaklarni eng balandiga qo'yib olganmiz. Bizlar endi daraxt chopishga ketdik. Sayohat Biz cho'pimiz sizlar uxlab turinglar. Mana bolalar, bizlar shuncha narsaga ega bo'ldik. Endi tosh chopamiz. Okey, bolalar, kech bo'lyapti. Eng qiyinlashtiramiz, ya'ni qorong'i qilamiz. Mana qop-qorong'i. Endi bolalar vashchi bizlarga bu xalaqit beradi. Hozir o'zim ham ko'ra olmayman yo'lda. Yo'l qayerdagi? Yo'q. Qayin bo'lsin-da. Unachilar hech bo'lmasa svet bor ekan. Nega biz tunda o'tkazishimiz kerak? Nima qilib bo'lsa ham ovqatimiz kam. Men qizimaydi kimdir katta bir ajina turganday turibdi. Qoch yo'qol. Qishloqqa qayerda yursam bo'ladi? Hay, o'ngga chapgap. Xullas. Yo'qolay. Yo'qolay. Yo'qolmaymiz. O, mana yaxshi. Yo'qolib qoldimi teleportchi? Yo'qolding. Biz buni olib qo'yishimiz kerak. Bu kerak emas, bu emas. Bu kerak. Ikkita yaxshi qol. Yaxshi qol gibrid. Nima degani gibrid? Berdagi suytdan olib ketamiz. Daqiqa qayta yoradi. Hop. Katta ekan bolalar, biz sherda o'z uyimiz qilamiz. Bega bitta. Pasoq. Bega bitta. Uy bo'ladi. Mana olamiz. Nimaga qo'yamiz? Yaxshi yo'q. Hop, bayga qo'yamiz, yaxshi uygina. Endi mebellarni joylashtiramiz. Boy, haqiqiy hard boshlandi. Kir uyga. Zombi eshikni buzadi bo'lmasa. Bolalar hozir hard sal yengillashtirmaymiz. Sizlar uchun shunaqa kontent qo'y topishimiz kerak-da. Hozir anodi yo'yaman, ko'rib turasizlar. Yo'yishimni qarasizlar. Qo'shlayni ko'rmadilar bular. A? Yo'yaman hammangni yo'yaman. Beqaga tashqari qolganmi? Sen. Yo'q, kema. Bolalar sal yengillashtiramiz demoqchi edim. Okey, sal yengil. Mana yoriq tushdi bolalar. Yoriq tushgan sifatiga biz 0 dan 100 qo'yamiz. Yo'yaman. Yo'q, yo'yolmaskanman. Zombini go'shtini yeymiz. O'zimizda ovqat ham bor ekan. Bread yeymiz. 7 obsidian, 7 tadan mittam chiqmaydi. Endi obsidian kerak. Yo'q, yo'yolmayman. Hali shoshilma. Ritberhan, hali shoshilma.
Uy! 12 kilosi. Basharaga chichay. Evet, nima yuryapsan, garang? Nima qildi ursam, dalbasa. Ketdik. Paka paka, makaloku paka, makalakuku paka. Ye golem ekan, golem. Hello. Okey, buni o'ldiramiz. O'ldirgan Popeyni o'zini joyiga ekilib qo'yamiz. Bolalar uy ko'chmoqda. Biz endi bolalar mana shunga o'zgardi. Endi buni ichiga o'zimizning narsalarni qo'yib olamiz. Xullas bolalar, mana shu ayvonimiz katta o'tiradigan joyi bilan endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavatimizda bolalar bunaqa sandiq joy. Sandiqga biz aniq qilamiz, yotoq bo'ladi. Bir balkonimiz bo'ladi. Balkondan qarab o'tiramiz. Nadan yopib qo'yish kerak, bunday qilib. Bizda uyligi bilinishi uchun eshik toldigan bildirib qo'yamiz. Mana endi haqiqiy saroy pastdan ko'rinishini endi ko'ramiz. Menga bitta taktika kelib qoldi. Mana shundan yana suvga sakrash. Men buni easy uddalayman. Mana uyimizni tashqi tarafdan ko'rinishi. Mana tosh bilan yopish kerak. Yo'q, bitta toshni olamiz. Everyman lighter demaymiz. 3 ta qoldi. 2 ta qoldi. Ikkalasini saksak qilib qo'yib tashlaymiz. Bola videomiz 7 minut bo'ldi. Bizlar yana boshqa joylarga sakrab ko'rsataman sizlarga. Mana chiqdik. Endi mana shu yerda chiqib olamizda unisiga sakraymiz demayman, o'lib qolamiz. Jonimiz kam. Bax, ye. Nima qilamiz? Biz nima qilib bo'lsa ham mana shu nonni shuncha qidirib, shunchasini topdik. Qishloqbacha, nima qilyapsan? Salom, bu meni bolam. Men sen meni bolamni do'stimni bolasini uryapsan. Xohlasam seni ham uraman men. Bolalar, endi sizlar bilan xayrlashamiz deyman. Xayr bola, videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Sizlar bilan video ham bro bo'ludi. Hammaga xayr.